A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Men deydi, bandalarimni ko'zlarini ochsin deb, e'tibor qilsin deb ba'zi bir narsalarni misol keltiraman deydi Xudo. Chivinni misol qilaman deydi. Chivinni misol qilishlikdan ham uyalmayman, bunda hikmat bor deydi. Chivin deb uni haligi ignasi borda aytadi. Oq bor-ku, qon so'radigan. Men mana shuni misolini ham aytaman deydi. Va ma favqaha, bundan ham g'arib narsalar bor. Uni ham ko'zga ham ko'rinmaydigan narsalarni ham misolini qilaveraman deydi. Shu chivinni men ajoyib yaratganman deydi. O'zi kichkina narsa, omma yomon ko'radigan narsani Xudo maqtanadi, men chiroyli qilib yaratganman buni deydi. Buni oyatning davomida ba'zi bir kishilar bor deydi. Xudo nima deyapti bunda? Bu deb turib inkor qiladi deydi. Chivinni ham gapiradimi, bu Xudoning kitobi deysizlar buni deydi. Ammo musulmon esa, shundaymi, Xudo aytdimi buni? Demak bunda bir hikmat bor deb iymon keltiradi deydi. Deb endi o'sha paytda shunaqa edi. Hozir chivinni tekshirishadi odamlar. Chivinning kattaligi rosa bo'lsa bir 3 mm bo'lar ekan. Bundan yag'ir 5 mm gacha bo'lar ekan. Endi qarang. Shu 3 mm keladigan chivinning endi og'irligi qancha bo'lardi? U sizga qo'nsa bilinmaydi ham-ku. Shuning ichida 3 ta yuragi bo'lar ekan. Biz ichimizdagi bitta yurak deb bilmaymiz. Hammani yuragi kasal. Shuning ichida 3 ta yuragi bo'lar ekan. Bu bechora haligi odamga ignasini sanchsa og'rimasligi uchun anesteziologi bo'lar ekan. Maytda buni dori sanchib, buni avval og'rimaydigan qilib olar ekan. Ishini qarang buni. Bizga uni xartumi bitta ko'rinadi-yu, 7 ta ekan. 4 tasida kesar ekan shu joyda. Avval ukol qilib, og'riq qoldirib, kesib, katta qilib ochib turib, ochadigan alohida qaychisi bor ekan, ochib olib turib, sekin shlinkasini tiqar ekan. U shlinkasi inamas ekan, uni qiyshayib qolar ekan, ochib olar ekan uni. 300 dan oshiq ko'zi bor ekan. Odamni ochib, haligi birinchi ignasini haydagandan keyin buni shunchalik shlinkasi tor ekanki, odamning qoni bu joydan oqmas ekan. O'shancha bu qonni suyultiradigan alohida dori ko'tarib yurar ekan bu. Qonni olib turib, avval tahlil qilar ekan. Buni qonni ichsa bo'ladimi, ichsa bo'lmaydimi deb. Ko'rdingizmi? Ulamolar aytadi. Alloh taolo bu oyatda va ma favqaha degan so'z borda, bundan ham g'aribi ham bor deb tarjima qilishadi ba'zilar. Ba'zilar aytadiki, va ma favqaha degani buni tepasidagi narsa deyshadi. Shu bechora 3 mm keladigan chivinni kallasini tepasida doim bir 20 ta kana qonni so'rib turar ekan. Birodarlar, bizni Robbimiz shunaqa xoliq. U bizni unutarmidi? Shu chivinni tepasidagi 20 ta kanaga rizq bergan Xudoya. Shuning uchun bizni xatoga yo'laydigan bitta narsa bor. Biz pul topishlik uchun, och qolmaslik uchun, bola chaqamiz qiynalib qolmaslik uchun harom tomonga yurib borishimiz mumkin. Kimdir o'g'irlik qiladi, kimdir poraxo'rlik qiladi, kimdir odamlarning haqqini yegisi keladi. Kimdir Xudo harom qilgan narsani iste'mol qiladi, shundan foydalanadi. Nimaga? Och qolmay deydi. Alloh taolo shu chivinni och qoldirmayapti-yu. Ey Karim, ey az xazonai g'ayb gabru talso vazifa xo'rdori, do'ston ro kujo kuni mahrum, toki badushmanon nazar dori. Ey Karim egam, seni g'aybdan kelib turgan dasturxoningdan butparastlar yeb turibdi. Seni Xudo demaydi ular. Toshlarni, hayvonlarni, olovni Xudo deb ularga sajda qilib seni ovqatingni yeyapti. Sen do'stlaringni qayerga tashlab qo'yardingki, dushmanga nazaring bor u. Vassalomu alaykum va rahmat.